O'tgan videoda kiyimlarga knopka va tugmalarning o'rnini aniq bir xil belgilashni ko'rib chiqqan edik. Bugungi postimizda shu belgilangan joylarga bir necha xil knopkani o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz kiyimni zajim orqali qistirib olamiz. Sababiki bir-biridan qochib ketish ehtimoli bor. Zajim bilan qistirib oldik. Endigi navbat har bitta knopkani o'rnini teshib olishimiz kerak bo'ladi. Yog'ga endi sanqdan foydalanamiz. Birinchi eng oddiysidan boshlaymiz. Ko'pchiliginglar bilasizlar, knopkada 4 ta detal bo'ladi. Ikkita tashqi tarafga, ikkita ichki tarafga. Mana almashtiramiz. Sababiki bizni ichki qismini o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Bunisi pastga, bunisi tepaga. Uzuni pastga, bu qismini tepasiga qistirib qo'yamiz. Ichki qismi ham tayyor. Kimga ushbu turdagi mahsulotlarimizga qiziq bo'lsa, monand do'konlarga tashrif buyuringlar yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.